Hurmatli premium uy kuzatuvchilari, doimgidek sizga aytaman, siz premium insonsiz. Doim yaxshisini taklifini bergim keladi. Bugungi taklifimiz ham menimcha отказ qilib bo'lmaydigan takliflardan biri. Andijonda iz bosganida Poytuqda Xibiki bor, bilasiz, katta Xibiki bor. Uni yonida metan zapravkamiz bor. Aynan ko'chadan juda bo'lsa 20 metr uzoqlikda, ko'chalar asfalt, uglovoy joyda joylashgan. Bu degani mabodo ikkiga bo'lib oladigan bo'lsangiz ham sizga ma'qul keladigan joy. Hali ichkarini ko'rsatganim yo'q, tashqarida shuncha qulaylik. Bu qulayliklarda yana bitta narsasini aytib ketay. To'g'ri, suv tepadan keladi, lekin pastdagi xodimlar, ya'ni mahalla komitetining raislari ham bu yerda qattiq mehnat qilishdi. Svetlarni yangilashdi, asfaltlar, suvlar tushirishdi. U katta omil, lekin bu yerdagi narsa eng muhim narsalardan biri. Ko'pchilik bog'cha istayapti, samovar qilaman deyapti. Undan tashqari bu yerda haligi xususiy mikroklinika qilsa bo'ladi, shunga o'xshash narsalar. Ko'rib turganingizdek, oldida kanalizatsiyalari bor, undan tashqari zeleniy zonalari bor. Qani bismillah ichkariga kiraylik. Bu videolarimizni podpisatsiya bo'lib, iloji boricha laykni bosib turing. Sababi bu narsalar siz uchun qilinyapti. Doimgidek bir qator eslatma yaxshi bo'ladi. Bu to'liq video, bilasiz, vaqtingiz yo'q, sizni ishdasiz, boshqasiz, dam olish kuni dam olishingiz keladi, bolalaringiz bilan bo'lgingiz keladi. Xuddi shu holatda biz sizga taqdim qilyapmiz. Sababi bu yerdagi hamma narsani birma-bir ido ko'rsatib beramiz. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Qani biz xudo xolasa boshladik. Ko'rib turganingizdek, to'rtburchak joy, ko'cha tomonga uzunligini hisobga oladigan bo'lsa, tashqarida aytganimdek ikkiga bo'lib, buni bemalol ikkita xonadon, ya'ni ikkita o'g'lingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 10 ta xonasi bor, to'liq pishig'ishda solingan. Bemalol operatorsiz bir qator xonalarni bo'lmasa men sizga eshiklarini ochib o'zim ko'rsatib beraman. Aybini bilasiz, biz doim aybini aytib sotamiz. Aybi remont talab. Eshiklar endi anchadan beri ishlanmagan. Buni hozir baribir siz bu eshikda yashamaysiz. Buni akfa romlariga almashtirib, aynan xuddi shu yerdan koridorda ham akfa bilan to'sadigan bo'lsangiz, menimcha juda ham zo'r bo'ladi. Xonalarini bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak, 10 ta xonani hammasini ko'rsatmasak bo'laveradi. Sababi xonalar uyg'unligi deyarli bir xil hammasi. Biz endi sizga tashqari fasadlarni ham ko'rsataman. Bu yerda katta basseynimiz bor. Bolajonlar yoki o'zingiz uchun ham maza qilib cho'milsangiz bo'ladigan holat. Undan tashqari orqasida ham yana kichkina maydacha bolachalarga ham cho'milsa bo'ladigan joy bor. Zeleniy zonasida mevali daraxtlar bor. Podval bor. 10 ta qozon o'chog'i bor. Sababi bu yer oldin samovar bo'lgan, juda ham gullab yashnagan. Bu yerlarda biz o'zimiz o'tirganmiz. Aynan xuddi shu eshikni bitta ko'rsating. Xuddi shu eshikda yoshligimizda qattiq hazillashardik-da. Bitta oshnamiz shu eshikni sindirib chiqib ketgan. Hazilni ko'tarmasdan. Undan keyin hazillarni ham to'xtatib qo'yganmiz. Ishni davom etkazamiz. Endi ozgina lirik chekinish qildik. Aybga buyurmaysizlar. To'liq pishig'ishdaligi, undan tashqari bo'lishga qulayligi, yo'lni bo'yidaligi, narxi ham yaxshiligi, ikkiga bo'lsa arzimagan puldan tushib qoladi. Mana ko'rib turibsiz, podvallari bor, ombor xonalari bor. Bu yerda samovar uchun alohida joylari bor. Bemalol ikkita kelin maza qilib yashasa bo'ladigan joy. Anjirlarni qarang, mana hozirda o'zida pishib yotibdi. Operator shu bitta anjirni ko'rsating. Anjirni qarang. Sap-sara bo'lib anjirlar pishib yotibdi. Kelasiz mevali daraxtlarni tayyor joyiga. Mana bu yerda 10 ta qozon o'chog'i bor. Mana ko'rib turganingizdek, ikkita keliningiz bo'lsa, ikki tomonga qo'yasiz, 5 ta. Har kuni 3 mahal ovqatlanib, do'mbullab, so'mbullab yuraverasiz. Endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, ochiq so'ri qo'yish uchun joylarimiz bor. Bu yerda menimcha bu xonani alohida hoji buvamga namoz o'qiydigan qilib, alohida cho'tki bitta joy qilib qo'ysangiz, menimcha o'ta ham zo'r bo'ladi. Juda xursand bo'ladi-da. Ikki tomondan kirish xotlari bor-da bu yerda. O'rtadan bo'lib, bir tomoni tahoratxona, bir tomoni namoz o'qiydigan joy qilib berib, aynan chiqib mana yerda duolarni qilib o'tiradigan so'rlar. Qo'yingki, bir gap bilan aytganda, o'zingiz bilib turibsiz, qurilishga ham ahlingiz yetadi. Shu yerda boshqatdan bitta remont qilasiz, lekin xudo xolasa sizga juda ham ma'qul keladigan joy. Hujjatlari sotuvga tayyor, turar joy, 10 xona, 6 sotik, qozon o'choq, undan tashqari cho'miladigan basseynlar, hamma narsasi bilan narxi $63,000. Biznes qilaman deganlar yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, men pastda nomerga qoldirganim uchun aloqaga chiqib maslahat qilishingiz mumkin. Endi hozirgi zamonda hamma har xil yo'nalishda olishi mumkin. Shuning uchun egasi bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashish imkoniyatingiz bor.
Manzilini to'lig'i Andijonda iz bosganida poytaxt HBKni to'g'risida, yo'lni bo'yida. Bemalol aloqaga chiqing. Hech qanaqa xat hujjatdan muammosi yo'q. Bu videoda maksimal jo'natib qo'ying, ulashib qo'ying. Undan tashqari istoриyalarimizni ko'rib turing. Istoriyalarda ham ijaralar, boshqalar juda ham yaxshi bo'lyapti, bardavom bo'lyapti. Kuzatishda davom eting.